Assalamu alaykum. Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi naq maydon tarqatilishimizning riyosatchiligi uchun Gulchehra sizlar bilan birga. 2009 5 iyul kuni Urumchidagi Uyg'ur yoshları Xitoy hukumatining 26 iyun kunidagi Shaugan voqeasini adil bir taraf qilmaganligi, shundaqli Uyg'urlarning kamsitilishi, namratlik, ishsizlik masalalarining bağancha eg'irilishayotganligi va hukumatning Uyg'ur yoshlarini Xitoy o'lkalariga arzon emgak kuchi sifatida yo'tkishi, rayondagi xizmat fursatlarining Uyg'urlarga berilmasligi qatorliq masalalarni o'tirib qo'yib, Xitoy hukumatining barobar milliy siyosat yurgizishini talab qilib, norozilik namoyish qilgan edi. Muhtaram ko'rguvchilar, biz oldi bilan bundan 2 yil avvalgi bugungi kunda Urumchida qanday voqealarning yuz berganligini eslab o'taylik. Qachongacha g'aplab esib yurarsan, bu dunyodan xiyol surib o'tamsan. Axir vatan yagonadur bilamsan. Aytqin do'stim, nima qildim vatan uchun? Ey Xudoyo, qo'ydim shuncha jafolarga. Har zaratim o'zi kelgan mehmonlarga. Ya bo'ldi avam xalqim qasqirlarga. Ey qarindosh, nima qildim vatan uchun? Maqsadimiz bo'lmoqda Shaugan voqeasi asoslab ta shu kunga qadar buni tushuntirish bermadi, bizga tushunch bersin degan maqsadda yerdan. Tushdilarni sayyohlarga mango vaqtimizda bashirimlar bo'lib ketgan vaqtda ay yo'qin sayyohlarning bizga qarab ko'chib kelayotgan qatlar uchun belgiladi, bora tushirgan u yerda. Biz jinoyat qilganlar, tarqilinglar, adab shunday deb turdi bizga. Kechata bilan qilchi munosabati yo'q. Shu hamma haq bilgan bir voqea bo'ldi bu. Candan aziz yerim üçün, zata varık senin her bir kişim üçün. En zamanda nima qildik vatan üçün? Tarixi bor hech kimdan kam bo'lmagan sen, quyosh kabi bor jahonga bormagan sen. 你去哪儿了？你别找他们要问问情况呗。忙啊！快点，跪下！能放心。蹲下，蹲！走，不管了，我们赶紧走。走，把头摸起来。2个人。放下！别动！别动！走！抽笔！上面还有人啊！ 别动！
kişilik hukuk ve Uygur teşkilatları hem cemaatinin karşıça Uygurlarning bu norozilik namoyishi Xitoy hukumati tarafidan qattiq bostirilandan keyin namoyish Uygurlar bilan Xitoylar orasidagi milliy to'qnashuvga aylangan edi. Bugungi kunda 5-iyul Urumchi voqeasining 2 yilligi Uygur Milliy Hareket rahbari Rabiya Qodir xonimning tashabbusi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va joylardagi Uyg'ur tashkilotlarining tashkillashi bilan hijratda yashayotgan Uyg'urlar keng ko'lamli namoyish faoliyatlari orqali xotirlanmoqda. 5-iyul voqeasining 2 yillik xotirasi uchun Washingtonda uyushtirilgan namoyishchilar atrofida Washington vaqti 3da Washingtonga joylashgan Xitoy elchixonasi oldida namoyish faoliyatlarini rasmiy boshlamoqchi edi. Undan birin biz dunyoning har qaysi joylarida qanday faoliyatlarning ilib berilganligini bir ko'rib o'taylik. Und dann in München leben ungefähr 500 Uiguren, die sich in ihrer Heimat politisch tätig waren und weil sie sich Başını eğip ihriz açmay dursak eğer Düşmanına içgüredin yamrab geler Cahan bilgen Uygur degen namın öçer Et zamanda işleme kulduk vatan üçün Yollu derya jürügi ah halkım üçün Ana diyar candın aziz yerim üçün Zertagırık seni Hürmetli görürmenler, namoyishchilarning qadimiy Xitoy elchixonasiga yetdimi yo'q? Xitoy elchixonasi oldidagi namoyish ahvolidan namoyish maydoniga avatilgan muxbirimiz Erkin naq maydondan bizga ma'lumot berdi. Bugün 5-iyul vakasının 2 yıllığı. Bu münasebet bilen Washington ve Virginia, Maryland ve Uygurlar Xitoy elçixonasi oldida yig'ilib, 45 minut o'tgandan boshlab elchixona oldida namoyish qilyaptilar. Ular o'zining Xitoy hukumatiga bo'lgan Sizlar anglayotgan bu şuvarlar orqali ifodalmoqda. Hozir sizlar ko'ryapsizlar, hamma ko'k bayroq bilan qoplangan. Uyg'urlar yana davomli şuvar to'layotdi. Bugungi namoyish asli Washington vaqti bilan soat 1da Washingtonning markaziy Depot Circle'da boshlangan. Bütün namoyishchilar oldi bilan shu yerga to'plangan. Ham u yerdan piyoda minib alahazal 6-7 kilometr yo'l bo'yi shuvar to'lab, naq bu yerning ya'ni 2dan 45 minut o'tgan vaqtida elchixona oldiga yetib keldi. Hozir namoyish davomlashyapti. Bexatarlik xodimlari atrofni qo'rshab turug'liq. Bularning aytishicha bu ham namoyishchilarning bexatarligi, ham elchixonaning bexatarligi va tasodifiy ko'ngilsiz voqealarning chiqib kelishining oldini olish maqsad. Namoyishchilar shuvar to'layotdi, anglayotganinglardek. 5-iyul voqeasiga 2 yil to'lgan kunlarda chet ellarda yashayotgan Uyg'ur ziyolilari, Uyg'ur faoliyatchilari mazkur voqeaning Uyg'urlarga nimalardan dars berganligi, qanday ochiq tajriba saboqlarni o'rgatganligi va millatning taqdiri haqida qanday bir chiqish yo'li tutish kerakligi haqida muhokamalar qilmoqda. Bu munosabat bilan biz bugun istansimizga chet ellarda siyosiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan Uyg'ur ziyolilarini taklif qildik. Oldi bilan suhbatimizga taklif qilingan aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Dünya Uyghur Qurultiyining bosh taftişi Nurmamat Musabay efendi, xush keldiniz. Amerikada faoliyat qilayotgan jonliq faoliyatchilardan Ilshat Hasan efendilar biz bilan birga. Oldi bilan Ilshat efendi sizdan so'rsam, 2 yil burungi 5-iyul voqeasining hozirga qadar Uyg'urlarga, ya'ni dunyoga Uyg'urlarga aniq bo'lgan taraflari qaysi, aniq bo'lmagan taraflari qaysi? Shuni bir qisqacha radio, ya'ni televizor ko'ruvchilarimizga bir ta'kidlab o'tsangiz. 2009 yılı 5. iyulda yüz bergen bu
qitim o'quvchilarninki erkinlik, adalet talab qilib, Abnum rayonininki aldırki meydanda elip bağan namayişninki eniq bo'lganligi. Bu yerda o'quvchilar Xitoy hukumatiga bo'lgan oxirgi ishonchisi bilan shu yerga berib, adolatlik bo'lsa Uyg'ur xalqininki Shaugan voqeasida o'lgan yoshlarning uchun bir adil sud bir narsalarni talab qilgan. Yani tinchlik bilan boshlangan buningda. Hatto bizning o'quvchilarimiz Xitoyninki 5 yulduzlik bayrog'ini ko'tarib namoyish qilgan. Bu Xitoy bizning davlatimizni ishg'oliyat qilgandan keyingi birinchi qitim Uyg'urlarninki Xitoy bayrog'ini ko'tarib qilgan namoyishi. Garchi shunda bo'lsa-mu, bu tinchlikdan boshlangan namoyish qattiq bostirilgan. Bu yerda qattiq bostirilgan deganim aniq bo'lgani yana bir masala nima degan vaqtida Xitoyda tayyorlik bor. Masalan, o'sha 2-iyul voqeadan keyin men bir turkum Uyg'ur vatandan chiqqan ziyolilar bilan, o'quvchi yosh bolalar bilan ko'rishdim. Bana 3 adamның bergen ispatıda şu vaqtdaki atalmış çoğ bazarının yenideki Xitayçı Wayhuan körügideydi ki şunun aslında 2 o'quvchi 5-600'deki harbiyninki saat 5:20'den 6:00 vaqtda qoral tutup eşer o'ltirib saqlavatqanligini, tayyorlik qilayotganini ko'rgan. Yani birisi bir ziyoli şunun neri qadar yerda bir boshlang'ich maktabning ichida 10 necha mashinada harbiylarninki o'tirib qorallik saqlavatganini ko'rgan. Demak, bu yerda tayyorlik bor. Bu birinchisi aniq bo'lgani. Demak, Xitoyninki tayyorligi bor. Uningdan keyin G'ayrat Niyozninki 15 yil kesilib ketdi. Shuningki isbot edim, Xitoy hukumati bir kun burun bu voqeaning bo'lganligini hatto bir hafta burunmi biladi. Buningga hech qanday politsiya bildirmay, tayyor bir nima deymiz, nemis sep qo'yib, Uyg'urlarninki saqlab turgan. Aniq bo'lmagan narsalar nima bo'ldi degan vaqtida hozirgacha tutilgan bolalarninki soni zodi qanchalik hech qanday aniq emas. Qanchalik bolalar yo'qolib ketdi, etilib ketdi. Masalan, mening ziyorat qilganimda, bolalarni so'rganimda 5-chilardan 6-chilar, 7-chilar kunigacha Xitoylar faqat Xitoy o'lgan Xitoylarnikini televizorda qo'yib bergan, ammo shuning bilan tang bir vaqtda yutib ketgan Uyg'urlarning e'loni nihoyat ko'p bo'lgan 9-chilargacha. Bu yerda bu yutib ketgan Uyg'urlarning soni qancha hozirgacha bizda aniq ma'lumot yo'q. 10 mingdan eshishi mumkin. Bu yerda yana birisi men yaqinda vatandan chiqqan birisining degini, bultu 5-oyda vatandan ayrilishdan burun bir Abnum rayonlik taftish ishlaydigan aksidan ulan parang bo'lgan vaqtida aksining deyishcha butun Abnum rayonining har bir joylaridan garchi Uyg'ur taftish saqchi odamlarni Urumchiga o'tkazib kelib so'roq qilayotgan bo'lsa-mu, bultu 5-oygacha texi yerim sonni so'roq qilib bo'lolmagan. Demak, bu yerda 10 ming degan menimcha eng to'g'ri son desak bo'ladi. Demakchi, son jihatda bir aniqsizlik. Aniqsizlik bor. Undan keyin bu Xitoy hukumatining 7-iyul voqeasida, ya'ni 5-iyuldagi 2 kundan keyin Xitoylar Uyg'urlar hujum qilish, ya'ni Uyg'ur o'ltiraqliq Urumchidagi Uyg'urlarga hujum qilish voqeasi bo'ldi. Bu vaqtida o'lgan Uyg'urlarning soni haqida aniq ma'lumot. Uningda aniq son yo'q. Bu yerda masalan yana birisi aniq bo'lgan yeri Xitoylarga Xitoy armiyasi saqchilar kaltak to'qmoqlarni taqib bergan. Buningga yana bir guvohchi degani, shu Namminning yenidagi Janubiy darvozadagi yezigilik bankida ishlaydigan bir Uyg'ur o'z ko'zi bilan saqchilarning Xitoylarga kaltak to'qmoq taqib ko'rgan. Buni biz YouTube'dami, ba'zi bir YouTube'da ko'ryapmiz buni. Ammo lekin bu kishining deyishicha Uyg'urlarni o'ldirib Xitoylar masalan ko'mbatgan yoki boshqa yerlarga olib borib tashiyotgan bularni Xitoylar ko'mganga sevagan saqchilar. Onundan keyin yana birisi yaqinda YouTube'da ko'rilayotgan bir video bor, hammamiz ko'ryapmiz. Buning da aniq o'g'ini Xitoy saqchilari shu 7-chilardan keyin 8-9-chilar kunlari uy-uylarga, masalan, mal vazir tarafdagi onundan keyin shu nimniki Yanluning usti taraf, mush taraflarda uy-uylarga, konsul ko'chalarga, hatto shu yerlargacha kelibdi. Uy-uylarga besib kirib, Uyg'urning erkaklar bo'lsa tutgan, ularga shu zamat qo'liga ko'ysilib, ularni yatqizib, dum yatqizib, maykalarni qilib, mashina qilib, uy erlarni qo'lga olgan. Bular hammasi aniq bo'ldi. Ammo bularning izlariga hozirgacha yo'q. Bular nada zodi? Uningdan keyin bularga qanday bir chora qo'llandi? Masalan,
Adılsız olsun mu biz sotqı tattı mı? Yok. Hazır okumaymiz. Bularni so'roq qilib bo'ldimi? Yana o'qimaymiz. Faqat mening egallagan ma'lumim bo'yicha bulto 5-abay degandek, tek yerimini so'roq qilib bo'lanmidik degdek. Demak, bu yerda odam natija bular hammasi aniq emas bo'lgan. Demakchi, sizning aytganlaringizning hammasi Dunyo Uyg'ur qurultiyining egallagan ma'lumotlari asosida aytganlaringiz shundaqmi? Shundaq. Demakchi, siz aniqsiz deyotgan narsa Dunyo Uyg'ur qurultiyigimi aniqsiz narsa shundaqmi? Shundaq. Endi Nurmamat apandi Ben bir qo'shimcha qo'ysam bo'ladimi? bo'ldi. Endi hozirgi bunda iniq qo'ygan narsa, iniq qo'ymagan narsa hozir desak, ya'ni siyosiy jihatdan iniq qo'ygani Xitoy bilan Uyg'ur bir yerda yashamaydiganlik iniq bo'ldi. Ya'ni Xitoy 60 yildan beri Millatlar Ittifoqi o kadar yaxshi, bu kadar yaxshi deb ming ko'targan bilan 5-iyul va 7-iyul Xitoylar Uyg'urning mangu bir yashamaydigan ekanligini ifodaladi. Ikkinchi jihatdan yana bir iniq qo'ygani Xitoy biz Uyg'urlar Xitoyni qancha yaxshi ko'rsakmi, ular o'zini bizning fuqaromiz deb e'tirof qilmaydiganligi, bizni ikkinchi bir darajalik millat deb kamsitganlik aniq bo'ldi. Ya'ni o'xshash bir namoyishga o'xshash bo'lgan ko'z qarashda o'xshamagan muomala qildi. Ya'ni Uyg'urlarga namoyishga kelib qoralliq bostirib otdi, Xitoylar namoyishga kelib ular to'qmoq qilib o'g'izdi. Demak, bu yerda o'xshash bir fuqaroga o'xshamagan muomala qilish orqali bizga bo'lgan o'ziniki qanday muomala qilish aniq bo'ldi. Ya'ni Uyg'urlar Demak, sizniki yaxshilik qilib muomala qilsa, bizni ular o'zining fuqarosi demaydi. Demakchi, bu yerdagi faqat Uyg'urlar bilan Xitoy hukumati orasidagi bu masala emas, Xitoy millati bilan Uyg'ur millat yashaydi, Uyg'ur elida yashayotgan millat o'tirisidagi bir milliy ziddiyatni ko'rsatadi. Bu bir milliy ziddiyat. Bu yerda yana bir tunugun men birisi ochiq bergan bir Xitoyninki dokladni ko'rdim. Onun da o Xitoyning degan iyul voqeasi bo'lsa, ikki masalada cho'ng zaxmi keltirdi debdi. Birisi, xuddi Nurmat Musabay degandek, uzundan shakllangan Millatlar Ittifoqiga ta'sir ko'rsatdi. Yana birisi davlatninki hokimiyatning inovatini yerga tushiryapti dedi. Bu yerda bu ikki masalaga qaraganda birinchi, agar u uzundan ashunda millatlar cho'ng ittifoq bo'lgan bo'lsa, bir kunda uni yerga urib yo'qotadi degan gap bu hech qanday aqlga sig'maydi. Demak, bu xil millatlar ittifoqi aslida azaldan mavjud emas. Ikkinchisi, bu hokimiyatning inovati Uyg'ur millati, ya'ni Sharq Turkiston millatiga desak, ularning inovati yo'q. Chunki u bir tajovuzchi ishg'oliyat qilgan bir hokimiyat. Uningki qurilishi o'zi qonunsiz. Bunda bir qonunsiz hokimiyatninki uningki o'zining obro'yi tushib ketdi deyish o hech qanday bir aqlga sig'maydigan bir so'z. Apandilar, andin bu 5-iyul namoyishida yana bir reallikni ko'rdik. Masalan, Uyg'ur elida, ya'ni Uyg'urlardan boshqa nurg'un millatlar yashayotdi. Ammo bu yerda yuz bergan bu milliy ziddiyat faqatla o'xshash siyosat ostidagi millatlar bo'lsa, Xitoy bilan, ya'ni Uyg'urlar o'rtasidagi bir ziddiyatga markazlashib qoldi. Bundaq bo'lishidagi sabab nima sizlarcha? Bunda qaragan vaqtida Xitoy burunqi shu Xan sulolasining vaqtidagi birinchi qitim Xitoy bizningki vatanimiz bilan ozroq aloqa boshlangan. Shu vaqtda Xitoyninki qo'ygan siyosati yovvoyilar bilan yovvoyilarni tuzash degan gap. Bu yerda shu siyosatini izchil amalga oshirib, Xitoy bu yerda o'xshamagan avtonomiya atalmış nahiya bozorlarni tatib yezlarni qurish orqali bizningki Sharq Turkistonda azaldan yashab kelayotgan qarindosh millatlarning orasiga nihoyatda jiq hozir narsalarni selib, so'roqchilik selib, bizni bir-birimizga so'qsaldirdigan shu holatga akab qo'ydi. Hatto ma'lum darajada shuning muvaffaqiyat ko'rdi. Shu sabablardan hozir shu zaminninki hamda asos nopsini egallagan Uyg'ur eng cho'ng zaxmiga ziyon uchirganligidan bu uddul kelib shu yerdagi ishg'oliyat millati bo'lgan Xitoylar bilan Uyg'urninki asos to'qinishga aylanib qoldi. Ammo lekin qolgan qarindosh millatlarimizmi o'xshash buning ziyonkashligiga uchrayotdi, lekin ularning nopsi oz bo'lganligidan ularning buning bildirgan noroziliklarini Xitoy nihoyat ustulik bilan faqatla xalq ichidagi ziddiyat degan bir narsalar bilan xuddi Xitoyning ichida portlash yuz bersa, o Xitoycha degan chun teshirgan deb deydi Xitoylar. O o'zining ichidagi bir ziddiyat deydi. Ammo Uyg'urlarnikida azroq norozilik bo'lsa, buni terrorizm, bo'lgunchi u bu deganga o'xshash. Boshqa biz bilan tang yashayotgan qarindoshlarning noroziliklarini bularni oddiylashtirib bir taraf qilib, shuningga mau gavdalanib chiqmadi. Nurmat apandi, endi shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining 5-iyul voqeasi bo'lib o'tgandan keyin xalqaro jamiyatga bu Uyg'ur davosini anglatish uchun ilib borgan muhim xizmatlarni bir tanishtirib o'tsangiz. Muhim xizmatlar shu namoyish bo'lgandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining yetakchiligida har qaysi davlat tashkilotlar
birinchi qadamda o'zi turishli mamlakatlardagi hukumat organlari, kishilik huquq tashkilotlarga Xitoyning bu tajovuzligi, ya'ni qirg'inchiligini ayblab ularga notlarni topshirdi. Ularla aloqalashdi. Shu davlatlarning barliq o'zining diplomatik mas'uliyatlari bilan Xitoyga bu qirg'inchilik to'xtatish haqida besim talab qildi. Undan boshqa degandek, ya'ni Xitoy son jihatda xalqaro oldi. Ya'ni o'lganning hammasi Xitoy Uyg'urlar o'ltadi deb ma'lumot qildi. Chet el matbuotlari shularga ishinib, chet elga shunday ma'lumot berdi. Shuning uchun Dunyo Urg'ulti birinchi bo'lib Xitoyning bu yolg'on axborotni inkor qilish uchun o'z kuchimizdan tayinlab mamlakat ichidan axborot to'plab, ya'ni rasmiy Uyg'urlarning o'lgan sonining qancha, Xitoyning o'lgani qancha, bularni aniqlab, nihoyatda ko'p sonda Uyg'urlarning o'lganligini biz xalqaro ma'lumot axborot o'rniga yetkazdik. Uchinchi qadamdan shu 5 iyul 2009dan tashlab ta hozirgacha milliy rahbarimiz Rabiya Qodir dunyoni aylanib to'xtamay hozirgacha mush davoni, mush Uyg'ur davosini, ya'ni Sharq Turkistonda bo'lgan milliy qirg'inchilik, inson huquqlari dafsansini butun dunyoga anglitishyotir va tirishyapti yani. Demakchi siz shu Rabiya Qodir xonimning butun dunyoni aylanib degidek shu Uyg'ur davosini yetkazalishiga, ya'ni shu viza ilish, shu jihatlarda boshqa davlatlarning Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lganligi, ya'ni bunga bir e'tibor berganligi sifatida Rabiya Qodir xonimning faoliyati shuncha kuchlandi deb qarayapsiz. Albatta shunday deb qarayman. Bunga yana asos Turkiya o'g'li, ya'ni 5-yil Urumchi qirg'inchiligi. Ya'ni Rabiya Qodir 5-yil qilgan, ya'ni Avstraliya, Yaponiya va Yevropaning bir nechta davlatlarga borganda Xitoy nihoyat o'zi diplomatik munosabatdan qarshi turdi. Lekin shu davlatlar uni inkor qilib Rabiya Qodirga viza berdi. Ya'ni Rabiya Qodir mush voqeadan keyin 15 davlatni to'xtama aylanib keldi. Ya'ni mush voqea dunyoga Rabiya Qodir tanishdi, Uyg'ur tanishdi. Uyg'urga dunyoning eshiklarini ichib berdi. Biz shu mush voqeadan keyin dunyoning eshiklariga diplomatik o'rinlar kira oladigan bo'ldik. Ya'ni bu voqeaning bizga kelgan g'alabasi desak ham bo'ladi. Shundaqmi? Unda qilsa rahmat sizlarga apandilar. Navbatda namoyish naq maydondagi ahvol qanday davomlashyapti? Namoyishning taraqqiyoti qanday? Uni ekranimiz orqali nazar solaylik. Niçin Muş'unda yıkırma atlatta nişanı kelgenliklerini üzerine kaydırıp sözüşümüzge icazet verişlerini ümit kılır. Şahsi paranın yanı bekledim ümit kılmak tokstunlar. Karındaşlar bugün biz yığılaydıgan hazır tutuduğan. Karındaşlar bugün 7. ayının 5'i 10 yıllığa karındaşlığımız kaç saat 9'un pasif ettiğen saat 3'e çıraktı uçurup atmasıran kırıp bir onu bilen bastırıp hatta su yolları tıkılgan. Bugün analarının kıtanın şaşkırdığını söyle Xitay askerleri yapkandı kılıp gibi biz durup İdis bugün öğüydün 13 yaşın yukarı 11 yaşın yukarı farzandlarını oğul farzandlarını açıp hiç kandak soraktı yaratmalık abres kındırken günü bugün toplar bilen kıyınap eden öldürgen günü sırındaşlar bu bugün planın 7. ayının 5 yılın vakası yani Şark Türkistan Uygur'dan halkımızın kabahatlik kaygılı matem günü biz bugün hazırlık tutamayız bugün şu gün zamanı 2 yıl oldu bu gün bükemez barın ve kasmı yani şu gün İlera kasmı 2. ayının 5. günü If you take me off, I can try to get through the cloud real quick. Yani şu gün bugün biz aşılarının annesiyle yıktırımızla kurban olan çatlaşımızla hediye bildiriş Xitay hükümetiyle özümüzün narazılığımızı bildirip bütün dünyada avazımızı alıp düşün diye giderleştik. Muşkatlı kısa, muşkatlı nişergi ballarınlarını bir ailede Amerika zeminleri destek durup bu demokrasiya zeminleri sen aldırdınız. Bu kısmının başı olsun, bu 2 yıldan aldırdı. İli vakası da olsun, barı vakası da olsun, ya ki Şark Türkistan'ın azatlık inkılabı da olsun. 60 yıldan beri sökülgen kolektif bir hodik etmeydi. Bunu aldığımızda yaşla, sözün elmirtip, azatlıktan sukunu köpürüp durdu. Bunu aldığımızda çoğuna, bunu anıla, biz halkımızda azatlarımızı yaptırdı. Karındaşlar, biz 2. ayının 5. günü, Xitay'ın Türkkan gününü, herkes behudik etkizmeyiniz bugün 2 yıl tostan
günü biz bunun cevap alımız. Xitay hükümeti herkes kırgınçılık bilen, bastırış bilen bu meseleyi hal kılması gerek. Onun bilen bu mesele hal olmaydı. Xitay hükümeti Uygur halkının narazılık avazını, Uygur halkının tinçlik talebini 60 yıldan beri bir gün tinçlikka erişemedi. Bir gün o yoki erkinlikka erişemedi. Uygur halkı özünün dinidan, özünün tilidan, özünün milliy kimligidan, özünün tinchligidan, özünün erkinligidan ayrıldı. Bir barısı bilen, bir balalık olgan, narisiydi balalarını hemmisini ziminden koklap çıkırıp dünyanın hemmiyetini misafir bulup yürüvatımız. Karındaşlar, bugün biz bu çıkkanlığımız, bizden azatlıkımız çokum, elde kılıdıqanlığının bir nişanıdır. Biz çokum, vatanımızı bir günü azat kılımız. Biz çokum, demokratiyaga erkinlik çıkınız. Biz bütün dünyadaki tinchlikçiye, demokratiyaga erkinlik yardım kılıdıqan, kollağa, yarattan Allah'a iltica kılıp, Allah'ın emri bilen biz özümüzden bu tinchlik hareketimizi ve erkinlik hareketimizi etbarımız. Xitay hükümeti bizden halkımızı zoravallıkka mecburlaması gerek. Hazırki bizden halkımızı Xitay hükümeti eşyeddi kırgınçılık. Muşu esirde misli görünmeydiğen, tarihte ötetken, hazır tarihte ötetken genocide, kırgınçılık, muşuların hemisi dünya tankıklavatka vaxtıda gel muşu facia Uygur halkının deşirip avatıdır. Biz bununla, bunu muşundak ittifaklışı arkalık, muşundak çıkışı arkalık, biz çokum cevap verimiz. Biz çokum özümüzün erkinliğimizi kolumuzda ekilimiz. Bizden bu tinçlikle etbakan namayişimizi mınlıgan, onmınlıgan, milyonlugan, milyarlıgan adamda kollaydı. Bütün dünya kollaydı, yer şar kollaydı, Xuda kollaydı. Ben sizlerge bugün, ben hem sizlerge, hem bütün dünyada namayiş ettirvatkan karındaşlarımızga, hem bütün ayet sahabatlarına salam yollayman, hem ulanın ümitsizlenmesini ve çokum özünün azat bulduğanlıkıga işini ümit kılman. Şunun işinin var ki, hürmeti yetivatkan karındaşlarımız. Şunun işinin var ki, bütün dünyada kelimet durvatkan vatanının azatlığını çatladı ki karındaşlarımız etbarıdır davat Allah. Biz çokum şükün yetimiz. Biz çokum tanıştık bilen o. Biz şükün yetimiz. Xitay hükümetiga yanı bir kıtım agalandırış derimiz ki bizden tanıştık faaliyetimiz bilen özümüzün erkinlikimizge yetiş için imkaniyet hazırlap biz bilen sohbet üstüne kelip halkımıza azatlık çıkarış gerek. Turumuzdur ki mınlıgan, onmınlıgan mahpuslarını koyup ötüş gerek. Onu öldürüp attan kıynaşını soğutuş gerek. Benim iki perzentim, azikim, alımlarını turumudan koyup ötüş gerek. Karındaşlar, benim gittim. Çok eder rahmet. Rabiya Hanım alaydı rahmet. Rabiya Hanım özüm çoğun sözleri 7. ayının 5 münasebetlerini çoğunkur bizge izharladı. Bugün hakikaten mi unutulusuz bir gün Uygur tarihinde. 2 yıllık aldır ki muşkinde, Ürümçide, sizlerdeki muş aldığımız toğamışı, muşunda gözüne monçuğudaki yaş ballarını Xitay askerleri okutup, yüzlügenlerde mımılan Uygurlarını itip öldürüp, 100 mına yakın yaş ballarımızı tutup yaptı. Hazır bu çevre türmede, durgunlar türmede öldü. O öldü de küçük çıkarlığını, bunun dövültümüz bulmağandı ki, muşundak buldu ki. Dövlet bulmağandı ki, Xasna Ucurtun sersanı bulmuş ki, Xitay'da bir işpas dövleti gücümüz yetmeydi ki bazda. Tünügen 7. ayın 14. yani Amerika'nın müstakillik günü. Tünügen belki Nurgunullah, Washington'dan işte salıp atkanı köygen buluşunlarının ki ya ki başka şehirlerde. Müstakil dövleti bulsa şunda oldu. Bizim müstakil dövletimiz olmasa, bizim müstakil bulan günümüz belki 11. ayın 12'si, başında kısa planiyette bunda bağlarda namayiş kılmayı belki şairlik bir bahsayılık kılıp degende faaliyetlerini yapıp barırdık. Ama Xitay hükümeti bizim vatanımızı vesilağın 62 yıl mabeyninde bunun tümü toplum yaşamamız için, adalet olmağanlık için, hakikat olmağanlık için, kişilik hukuk olmağanlık için, adamdaki yaşmağanlığımız için Xitay çıplak hükümetinin asıda biz tümür toplumun asıda biz ziyankeşlik uçurap bugünkü günde özümüzün hak hukuklarımız ve makamlarımızdan ayrılıp hazır özümüzün yurtuda özümüz çetlerlik kılıp özümüzün yurtuda özümüz kandıran bulup yaşmaktımız. Ama biz bu Uygur halkımız 7. ayının 5'i şu halkımız Ürümçi çıkkanday bizim Amerika'da Avrupa bütün dünyadan vatanımız devamlıkla erkinliğimiz, hürlüğümüz
olsak, bir günü bulmayı bir günü bu çıkmadıklar hükümeti, Moskva hükümeti okşaş, Sovyet hükümeti okşaş belki öyle düşüş mümkün, ya ki orduruluş mümkün. Bu karamakla düşüp ketkenler onun günü ağız kaldı. Şirip siz hazır küreyrep kaldı. Biz küreşlerini toktatmasak, davamlaştırsak, Kudayımız bir günü azatılığımıza çokum erişmez. Endi bizni azatlıkka erişimizde yani birisi biz şu Amerika'ya çıkan yakı yani Aldıdan davamlı haber beriyotimiz. Namayış davamlaşıvatıdı. Hazır saat 3'ten 15 minut ötüp kaldı. Namayışçılar bu yerge saat 2'den 45 ötken yetip gelgendi. Lekin namayış qatnaşıdığanlarning ahiri hazır davamlıq yetip kelyapti. Hazır bir yerde Allah hazel 150 tek namayışçı var. Kunning pish aptatning siqiga qaramay namoyish davomlashyapti. Bayam ko'rganinglardek Uyg'ur rahbari Rabiya xonim namoyishchilarga va Xitoy elchixonasining oldida xitob qildi. Biz yana Rabiya xonimni ayrim taklif qilib, keng televizor ko'ruvchilarimizga bir qancha kalima so'zlab berishga taklif qildik. Tövbanda diqqatinglar Rabiya xonimning so'zida bo'lsin. Rabiya xonim, rahmat sizga. Oldi bilan bugun bu yerga 5 iyul vaqasining 2 yillik munosabati bilan yig'ildinglar. Siz Xitoy hukumatining elchixonasi oldida turib, Xitoy hukumatiga qanday bir signal vermoqchisiz? Rahmat muxbir efendim, biz hozir bütün Amerika'nın içine aylanıp geldik. Namoyishchilarimiz, biz bütün Amerika halkı, bütün demokratiya suya, bütün dünya halkıga özümüzün halkımızın kırılgan bir gününü, bizden halkımızda toxtavsız kırvatkanlığını dünyaga jakalmakçı ve ulanın avazını yetkizmekçi. Şunun bilan birge biz hazır Xitoy elchixonasining oldiga keldik. Xitoy hukumatiga bizning xalqimizni bostirishni to'xtatishini va bizning xalqimizni bunda bostirish bir tadbir emasligini, bu xalqimizni davomli bostirsa, bu dunyo tinchligi va Xitoyning o'zining tinchligiga nihoyat zo'r ziyon yetkazganligini mesaj bermoqchi. Men hozir Xitoy hukumatiga bu yerga keldim. Bugun bizning xalqimiz qonli qirg'inchilik bo'lganga to'liq 2 yil bo'ldi. Biz bu qirg'inchilikqa to'liq javob beramiz. Biz bu oqqan xonlarni Uyg'ur xalqi hargizmi mayli dunyoning hamma yeriga xalq bu kunni behuda ketkazmaydi. Biz Xitoyga bu kun uchun bizning bir daqiqa to'xtamay kurash qilganligimizni, bu kunga Xitoy hukumatidan hisob oladiganligimizning mesajini beramiz. Bu vaqa yuz berganiga 2 yil bo'ldi, ammo Xitoy hukumati hozirgacha sizlar o'tirib qo'ygan nurg'un masalalarga javob bermayapti va nurg'un masalalar yanada sizlarning so'zinglar bo'yicha ilgari e'lon qilgan bayonotlaringlar bo'yicha hal bo'lmay kelyapti. Xitoy hukumatining oxirgi 2 yilda vaqa yuz bergandan keyingi 2 yilda yo'l qo'ygan siyosatlariga, ularning harakatlariga qanday baho berasiz? Xitoy hukumati to'xtamay Uyg'urlarni tutqun qilyapti. Ani Facebook'ni chiqiribdi. Ham qiribdi, ham qiynab o'ltiryapti. Bo'libmi bu qitimqi siyosatlarni bizning yoshlarimizga chiqadi va iqtisodchilarga chiqadi. Shuning uchun Xitoy hukumati bizga javob berish, javob bermaslik masalasi emas, biz cho'qim javob olamiz. U Xitoy hukumati o'zi javob bermaydi, biz javob olamiz. Bizning demokratiya, erkinlik va kishilik huquq va o'zimizning vatanimizning mustaqilligi, erkinlik uchun etgan kurashimiz cho'qim Xitoy hukumatini bir kun javob mecburlaydı. Biz Xitoy hukumatining tinchlik bilan mushu sharoitni qo'lga keltirishni o'zi uchunmi, biz uchunmi yaxshi deb qaraymiz. Agar Xitoy hukumati bizning xalqimizga tinchlik bilan bu sharoitni keltirmay, xalqimizni zo'ravonlikqa ham o'zining diktatoriga javob berishga zo'rlamasligini umid qilamiz. Sizningcha bu vaqtda hozir Uyg'urlar duch kelayotgan Uyg'ur elidagi, Sharqi Turkistondagi eng jiddiy masalalar nimalardan iborat? Tutqun qilish, qirg'in qilish, milliy kimlikni yo'qotish, dinimizni yo'q qilish, tilimizni yo'q qilish, Xitoy ko'chmanlarini yo'tkab akirish, o'lim jazosiga oq hukm qilish, hech qanday dunyoga parvo qilmasdan bu zimin mening ziminim deb Uyg'ur xalqini yo'yadin birisini qo'ymay yo'q qilish siyosatiga duch kelyapti. Biz bunday jiddiy siyosatga biz jiddiy tadbir qo'llanamiz. Uyg'ur xalqi dunyoning hamma yerida hozir 2 milliondagi Uyg'ur xalqi chiqdi. Biz cho'qim o'zimizning zimin har bir o'lgan, mayli Barin vaqasi bo'lsin, mayli ili vaqasi bo'lsin, mayli bu qitimqi 7-oyning 5 vaqasi bo'lsin, Xitoy buningga javob bermay turolmaydi. Tarixdan beri har qanday igisi yo'q deb qirg'in qilgan diktatorlar bu tarixga javob bergan. Ko'p rahmat sizga Rabiya xonim. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Uyg'ur harakatining rahbari Rabiya Qadri xonim bilan suhbat qilib bordik. Ko'rayotganinglardek hozir namoyish davomlashyapti. Allah hazali 150 dan 200 gacha bo'lgan Uyg'ur namoyish qilyapti, shuar to'layapti va oxirida hozir namoyishga taklif qilingan mehmonlar so'z qilyapti. Bu orqali o'zining Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligini ifodalamoqda. Shuning bilan butun dunyo namoyish qilib Uyg'urlarning erkinligi uchun turmida yetayotgan va turmining teshi turib faoliyat qilib umid var
bolinglar xalq, biz çoxum g'alaba qilamiz. Ko'p rahmat sizga Rabiya xonim. Yuqorida Rabiya xonimning so'zini yana aldinglar. Namoyishga qatnashgan Kurash qilgan har qanday millat çoxum g'alaba qiladi. namoyishga qatnashgan namoyishchilar hozir davomli kelyapti. Bugungi namoyish soat 5gacha davomlashmoqchi. Buningdagi yana davomli namoyish qatnashuvchilardan ziyorat qilib xabar beramiz. As we gather together to memorialize the victims of the July 5th incident, I want to urge you to join me in appealing to United Nations to investigate into China's long-term and systematic violations of human rights in the People's Republic of China, including Eastern Turkestan. Side by side, shoulder to shoulder, toward our common democratic future. Thank you. Amerika poytaxti Washingtonda joylashgan Xitoy elchixonasi oldidagi Uyg'urlarning namoyishi o'ngishli taraqq etmoqda. Mush fursatda biz yana stansiyamizga qaytib keldik. Yana suhbatimizni davomlashtiramiz. Navbatda men bugungi suhbatimizga qatnashgan yana bir aziz mehmonni tanishtirib o'tay. U bo'lsa-mu Dunyo Uyg'ur qurultayining Yevropa birligiga avatgan aloqalashuvchisi, tajribalik Uyg'ur tashkilotchi Mehmet To'xta apandi. Stansiyamizga xush keldingiz. Efendiler, televizor köygüçüler, Nur Mehmet Efendi, şundaqlı Mehmet Toxta Efendiler, bu 85 yıldaki 12 dekabr hareketi, yani 5 iyul vakası Uygurlarning Xitoy hukumatiga qarshi tinish yo'l bilan elib borgan tunji qitimliq norozilik harakati emas. Bu ishga apandi qatnashgan, shundaqli uningga tashkillik qilgan 1985 yildagi Urumchi va boshqa joylardagi universitet o'quvchilarini asos qilib elib berilgan 12 dekabr harakatimi o'xshashla Xitoy hukumatiga tinchlik yo'l bilan elib berilgan Uyg'ur yoshlarining norozilik harakati edi. Endi apandilar sizlar shu yani 12 dekabr hareketinde qandaq bir vazifalarni topshirib olgan edinglar. Yani 1985 yilga qaytib boraylik. Mehmet To'xta apandi, Nur Mehmet apandi. İkimiz u yerga vazifa ilish o'zimizning yani aktivchiliklarni yani xolisona qabul qilgan, yani birisi bizga bir bergan emas, o'zimiz aktivlagan. Yani o namoyish boshlanishdan burun bir kun burun keyingidan 3 qitim yig'in ochilgan. O yig'inga biz ikkalamiz qatnashgan. Ham shu yig'inda ichishlarga qanday namoyish bo'lib, nega borgan aloqachi avatish qatorliq ishlar bo'lgan. Shundan biz aloqachi bo'lib boshqa davlatlar, boshqa maktablarga aloqalik bo'lgan. Yani Urumchidan boshqa shaharlarda. Ya, Urumchi ichidagi biz hamdamiz Sharq Turkiston universitetining o'quvchilari buni boshlagan. Biz sanoat instituti, tibbiy institutlarga aloqachi avatish, ya'ni o'zimizning nima uchun namoyish qilamiz, nima maqsadimiz bor, buni bildirib, ularni qo'zg'ash uchun 11-yilda tushda kechki qatim namoyish tashkillandi. Undan keyin kechda biz shu xabarchilar bir ular aloqalashib keldi. Shunda men vazifa oldim, bir aloqachi bo'lib, pul oldi, berib keldik. Ertesindagi namoyish bo'ldi. 12-yilda ya'ni bolalarni tashkillab chiqdik. Namoyish tugagandan keyin Xitoy hukumati o'zligidan bu namoyishni qaytarishimiz oldu. Şundan bu yani bir iş sabahın 5'imiz Xitoy bilan birinchi qitim ko'rishib, ular bilan kelishim hozir qilish uchun 5 vakil kirdik. Bu ishimiz shu 5 vakilning ikkisi. Endi aziz mehmonlar, menga bir tanishtirib o'tsanglar, shu sizlar qatnashgan, ya'ni 12 dekabr o'quvchilar harakati bilan 5 iyuldagi bu o'quvchilarning tinchlik namoyishida qanday o'xshashlik va farqlar mavjud? O'xshashlik nuqtasidan aytganda xalqimizning g'oyasi bu o'quvchilarning harakatida va 5 iyul qonliq qirg'inchiligida rol olgan va bu harakatni boshlagan qarindoshlarimizning harakatida aks etgan. Yani xalqimizning g'oyasi erkinlikda, xalqimizning g'oyasi milliy zulmni oxirlashtirishdi, Xitoyning tajovuzchiligiga xotima berishdi. Bu şehir işki hareket g'oya jihatdan shuni maqsad qilgan desak bo'ladi. Uning alaqay kundilik turmushda ifodasini topgan, masalan, ishsizlik, nomrodlik, bu gerçi bu faaliyetlarda o'quvchilar harakatida uningga qo'shilib, masalan, Xitoy ko'chmanlarining yetkilishi, atom sinoqlarining etilishi, milliy muarifdagi nurg'un hukumatning e'tibor bermaslik qatorliq bu planliq to'g'it qatorliq cho'ng siyosiy nuqtalar kirgan bo'lsa-mu, lekin
Mahiyet cəhətdə xalqımızın gayesi əks etdirilgan. Xalqımızın gayesi dəl Xitayning zulmini axırlaşdırış, xalqımızın öz egilik, huquqi, xo'jaylığını əsli keltirishdir. Mehmet To'xtab, ben de gapingizni uzib qo'ydigan bo'ldim. Hozir yani namoyish maydonida muhim faoliyatlar bo'layotgan o'xshaydi. Faoliyatdan keyin yana suhbatimizni Albatta, barabar. Qani ekranga boqaylik. And we all know that Pakistan and China want uranium for all the stated purposes that are obvious. Chinese have taken control of the local. Hürmetli televizyon kögüçüler hazır namayış davamlaşıvatıdı. Xitay elçixanasından beri vatkan naq meydan xabarimizni davamlaştırıvatımız. Bugünkü namayışqa Jirak'tan kelgen bir kıymetli mehman var. Bugün Allah'tan Boston'dan kelip Washington'daki bugünkü namayışqa qatnaşıvatkan şahıs Xitay Demokratiya Hareketi'nin rehberlerinden biri Doktor Yang Jelli Efendi. Biz muşu fırsattan faydalanıp Doktor Yang Jelli Efendi'ni ziyaret kıldık. How are you, Dr. Yang? So, I'm well, thank you. Okay, so could you tell us about it? You are participating in the Uyghur demonstration in, as a leader of the group, the citizen power. Yeah. And what message do you want to send to China's government? I came here, as I said in my speech today, as a human being. First and foremost, simultaneously, we see the government's violence against the Uyghurs as a crime against the humanity against ourselves. So I come here to show my solidarity with the Uyghurs for their freedom. Their freedom is also my freedom. It's our Uyg'urlarning freedom. We should work erkinligi mening together. erkinligim That's my message. demoqchi bo'ldim. Bu mening beradigan signalim. Yana birisi Xitoylarga vakolatdan shu namoyish qatnash orqali Uyg'urlar bilan bir hamkorlikni faoliyat olib borganligimni ko'rsatishni xohladim. As guaranteed by the Chinese Constitution. That's the first step we have to take. In Chinese Constitution, they say Xinjiang Uyghurs Autonomous Region is a top, but as a matter of fact, it is not. So people do not have a right. Human rights have no right to determine their own affairs. It is not autonomy. It's a totally bizarre autonomy. So that's something the Chinese government have to look at it and to change the long-term policy to dominate, to divide, to deceive, to dilute the culture, to demonize the Uyghurs, to medeniyetni yo'qotish bilan bu zaminni kontrol qilg'ili bo'lmaydiganligini, yani Uyg'urlarga hurmat qilish orqali bu yerda tinchlikni amalga oshirganligini Amerikada faoliyat olib beradigan Xitoy demokratlarınınki rəhbərlərdən doktor Yang Jelli Efendi bilan pagan sözünü anladыңlar. Hazır namayış davamlaşıvatıdı. Şundaqla namayış aldıda köpçülük sözləydigan sözlügüçülər davamlıq özünün sözlərini sözləvatıdı. Hem namayış keçikib qalan Uyğurlarmı Maryland ştatıdan, Virginia ştatıdan hazır davamlıq namayış gəlməkdə. Namayış saat 5 kiçi davamlaşıdı. Mehmet To'xtab Efendi, siz bizga 12 dekabrdagi o'quvchilar harakati bilan 5 iyuldagi bu namoyishning o'xshashlik taraplari haqida aytgan edingiz. Buni yana to'liqlaydigan so'zlaringiz bormi? Albatta, ko'rinish jihatdan, jazolanish jihatdan 5 iyul Urumchi qirg'inchiligini tashkillagan, uning ishtirok qilgan qarindoshlarimiz xalq uchun bu dava uchun ig'ir bedel to'ladi va nurg'un qarindoshlarimiz to'ladi. Ya'ni bu 1949 yil Xitoy shu zaminimizga oyoq bosgandan beri bu bedel to'linib ketib bordi. Shu sababdan aytganda xalqimizning shu ko'ngliga pukkan orzusi amalga oshmasdan bu xil harakatlar yana davom qiladi. Bu xil harakatlar chunki o'xshash g'oyani kutgani uchun shu g'oya amalga oshmasdan bu harakatlarni to'xtamiz kerak. Undaqsa Nurmuhammad Efendi sizda piqil, undaqda Xitoy hukumatining bu namoyish tutgan pozitsiyasida qandaq bir o'xshamasliklar bor edi. Bay Mehmet degandek o'xshashlik hamda g'oyasi o'xshash, ya'ni Xitoydan qutulish, ya'ni o'z erkinlik o'xshamasligi, ya'ni ikki xil namoyishga Xitoyning tutgan pozitsiya o'xshamdi. Ya'ni u vaqtida bizga ya'ni siyosiy taraf o'zimizni o'zgartirib, biz yerda qo'l qilish yo turmush qilish bo'lmay, hammamiz o'qishib bitirib ketdik, ammo
ketib bo'lganki jamiyat hammamiz bir azizlik deb turib jazosini tortdik hammamiz. Turmush so'llanganligimizmi boshqa bir ijtimoiy jazoni tortdik. Ammo o'lim yetimi bo'lmadi. Ama bu vaqtda yani o vaqtda bizga bevosita shu naq maydonda qurol ishlatildi, ya'ni bizga qattiq qo'llik qildi o'z vaqtida. Ani mana qattiq qo'llik buni qattiq bosdi endi. Buning nima uchun buda bo'ldi deganda buni yana ozroq aqsa deyish kerakda. Ya'ni 85-yili Xitoy bugungi qadar kuchli davlat emas, iqtisodiy o kadar kuchli emas. Uning Xitoyga qarshi ya'ni tashqi kuch va ya'ni Sovet ittifoqi Xitoyga ya'ni parchalanmagan Sovet ittifoqi ya'ni Xitoyga cho'ng bir tahdid bo'lib Xitoyning g'arbidan uning tahdid bo'lgan yana Sharq Turkistonga Sovet ittifoqi ya'ni xiris qilib turayotgan bir paytda Xitoy qattiq qo'llik qilib bizning ochchig'imizni keltirib qo'yishni istamadi, sirayq bosdi. Uchinchi jihatdan shu vaqtda Xitoyningki rahbar bo'lgan Sun Xaldan Xitoy ichidan chiqqan biroz demokratroq, ilg'orroq, ya'ni insonroq Xitoy desak bo'ladi. Demakchi, Wang Luchandan farq Wang Luchanga qaraganda bu bir insoniy Xitoy. Wang Luchan inson qalbidan chiqqan vahshiy Xitoy bo'lsa, biroz insonlar u ham qattiq qo'l qilishni xohlamag'achqa u yerda u o'zbekiston bir yilga ilib tashlandi. Uchinchi tarafdan aytganda bizning Uyg'ur rahbarlarimiz shu vaqtda o'quvchilarni qo'llagan. Masalan, shu biz namoyish qilib bo'lganda, suhbat qilgan vaqtimizda shu Abdurrahmonning Mavraisi, Imin Pamot, boshqa Najmuddinlar biz taraf ertashlik qilib bizni noit ertashlik qilib degan, ya'ni to'g'ri taraf turganligini ifodalagan. Shu sababli ularni jazolanib vazifa ilib tashlandi. Lekin bu daqimda bizning Uyg'urdan chiqqan qo'rchoq rais Nurbekir o'zi boshlab chiqib kiribdi. Ya'ni o'xshamasdir bu. Ya'ni o'zimiz ichimizdan nacharlar chiqqan o vaqtida Xitoyning ichida yaxshilari bir tal yaxshi chiqib qolgan shunda. Shu sabablardan ikkisiga bo'lgan muomala o'xshamdi. Faqat o'xsham. Yani men bir narsani qo'shimcha qilib qo'ysam, yolg'iz shu Uyg'ur namoyishini hamda bir yil burun yuz bergan Tibetlarga va Xitoyning boshqa rayonlarida yuz bergan har xil shu qo'zg'alon harakatlarga silishtirsak, Xitoy hukumatining ishlatgan tili o'xshamaydi. Siz demakchi o'zingiz 5-iyuldan burun ular silishtirdi. Masalan, 89-yili Tiananmen voqeasini hukumatning tushirgan buyruq, bostirish buyrug'ida Pingshi bog'lan. Ya'ni qalaymiqonchilikni tinchitish. Tibet vakasıga tushgan nimasi buyruqimi Pingshi bog'lan. Ammo 5-iyul qonliq qirg'inchiligi uchun Wang Luchanning tushgan buyrug'i chodi uchun ya. Yani tunji qilish. Yani o'ltirish. Xarakter jihatdan aniqli farq bor. Yani Xitoy o'sha madaniyat inqilobidan keyingi biroz gazetlarga chiqqan o'zlarining shu qalaymiqonchiliklarni bostirish o'zlarining tili bo'yicha ishlatgan so'zida shu 5-iyul voqeasida qonliq qirg'inchiligida ishlatgan so'zi eng ashaddiy. Ya'ni Xitoyning hukumati askarlarga, saqchi fuqarolarga chekni ichvatdi, ishni ichvatdi. Nima qilsan qil Uyg'ur o'ltirsan demaydi. Ya'ni cho'di uchun ya, tal tuks yo'q deb. Yani Wang Luchan mush so'zni ishlatdi. Bu mushundaq 21-asrdagi hech bo'lmasa dunyoda yarimidan ko'p davlatlar demokratiya bilan boshqarilayotgan. Gollandiyada xalqaro adolat sariyi ishlayotgan mushundaq paytda bir siyosatchining Xitoydagi bir siyosiy, Wang Luchandagi bir siyosiy bu so'zni ishiltishi, ya'ni bu fashistik nimadan olib ketgan bir so'z. Endi Nurmuhammad apandi boyam siz menga bir nuqtani ham ta'kidlab o'tsam deb talab qilgan edingiz. Bayqa ta'kidlab o'tmoqchi edim. Oldingi savolki, ya'ni Sharq Turkistonda bo'lgan hamma voqeani millatlar asosan Uyg'urga atib qo'ydi bitirishni dedingiz. Ben shuningga qarata men uni batida, ya'ni Xitoy nima uchun bo'lgan hammani Uyg'ur atib, chunki Xitoy azaldan yilgar siyosatchi bir xalq. O'zlari o'z ishchimizning bir-biriga so'qib soldirib qo'yib ajdaq boshqarib kelgan. Ya'ni atalmış bizga sharafsiz Abdunum rayoni bizga tangan vaqtida o'xshashlar bizning vatanimiz, ya'ni 6 Abdunum oblastga bo'lib, biz shu yerda tarixdan bu ham biz yashab kelgan millatlarni o'zlari ziyyat qo'ygan. Ya'ni Qozoq, Qirg'iz, O'zbeklar bo'lib. Shuni o'xshash qilib yana hozir budaq voqealarni buni Uyg'ur qildi dedi. Demak biz Uyg'ur qilib iliq, chunki yer egisi biz, da'vo egisi biz. O yerning tuproqning tarixiy mirosxo'ri biz bo'lg'achqa Xitoy bizga ishtiryotdi. Yani shunday turib ular nima uchun Qozoq, Qirg'iz demaydi degan ularning davlati bor chet elda. Bular ma'noga yaxshi muomala qilib, a davlatlarni o'zining qo'chiq qilib, o'zining chet eldagi bo'lgan siyosatlari ishlatish uchun yana foydalanyapti. Aniqlanib berganingizga rahmat apandilar. Endi navbatda namoyish maydonining taraqqiyot ahvoliga yana bir nazar solsak.
Hörmətli televizor kögüçülər, hazır Xitay elçixanasının aldidagi, ya'ni Washingtondagi Xitay elçixanası aldida elib berilayotgan namoyish davom qilyotidi. Namoyish qatnashuvchilaridan taklif qilingan ba'zi qimmatli mehmonlar so'z qilyotidi. Hozir namoyish davomlashayotmoqda. Namoyishga kelayotgan Uyg'urlarmi uzilmay kelyotidi, ya'ni davomli. Biz kun isib ketdi, buni eskartib qo'yay. Bayam 88, 80, 90 ga chiqqan bo'lishi mumkin hozir. 32, 33 Selsiya gradus atrofida. Lekin namoyishchilarningki kayfiyati yanada ko'tarangi siqqa qaramasdan biz bu jarayonda namoyish qatnashgan Washington atrofida o'tiradigan Uyg'urlardan bir kishini ziyorat qildik. Adil Seyitov apandi bugungi namoyish qatnashgan Uyg'ur muhojirlardan tuvanda Adil Seyitov apandimga mikrofonimizni uzatdik. Adil apandim, bugun bu yerda siz nima uchun bu yerda siz? Rahmat, birinchidan biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun, Amerikada yashayotganligimiz uchun Manchun xonadonligini tatib, hozir kommunist Xitoy hukumati 100 yildan buyon Uyg'urlarning keng ko'lamli qirg'inchilik ilib berayotganligi, yana birisi 2009-yili 7-oyning 5-idan boshlab cho'ng bir qirg'inchilik, keng ko'lamda Uyg'urlarning ishik uylarini ochib qirg'inchilik biz ko'rdik. Shuning oqibatlari chidamay bugun kunlikda bu yerga jam bo'lib, Xitoy hukumatining jazman mag'lub, gumron bo'lishini Sharqi Turkiston degan ulug' davlatimizning 4-yildan 49-yilgacha, garchi 6 yilni qisqa hayot ko'chirgan Sharqi Turkiston Demokratik Respublikasini ajdodlarimizning qoldirib ketgan bayroqni qaytadan qo'limizga ilib, qaytadan mustaqil bo'lishimiz uchun Washingtondagi Xitoy elchixonasiga keldik. Tünögünde tatip Amerika'dakiler 3 gün demagantı. Bugün emdili işini başlagan ama işinizni taşlap bugün kepsiz. Bugünkü namayişiniz bilen işinizden pek taqaçmıyor. Ya iş elbette Amerika'da kapitalist devlet bo'lganligi taqşıdı. Lekin vatanning mustaqilligi, xalqimizning o'rligi, turmada ko'rmanglagan yetayotgan yoshlarning erkinligi, ozodligi uchun bir kunlik ruxsat so'rab, har qanday issiq bo'lsa-mu bu yerga kelib, xalqimiz uchun bir ovoz chiqarib qilishimiz birdan bir chet el yashayotgan Uyg'urning burchisi deb o'ylayman. Ko'p rahmat sizga Adil Seyitov apandi. Yo'q, hech qanday vaqasi yo'q. Rahmat sizlarga. Hörmətli televizor kögüçülər, yuqorida Amerika ətrafı, Washington ətrafında yaşaydigan Uyğur muhacirlərdən Adil Seyitov apandi bilan so'zlashdik. Navbatda namoyish davomlashyapti. Bayan namoyishchilar shu vaqtda bo'lgan, yana so'zga chiqadiganday qiladi. Taklif qilingan mehmonlar namoyish soat 5gacha davomlashadi. Rahmat sizga Erkin. Televizor kögüçülər, ekranda ko'rayotganimizdek Washingtonga yig'ilgan Uyg'urlarning namoyishi bugun, ya'ni Washington vaqti 5gacha davomlashmoqchi. Bu jarayonda biz yana stansimizda elib berilgan suhbat maydoniga qaytib kelaylik. Mehmet To'xta apandi, siz ham bir qancha yildan buyon Yevropa Birligida xalqaro jamiyatning Uyg'ur masalasiga qanday muomala qilayotganligini yaqindan kuzatib kelayotgan bir shaxs. Hamda mush nuqtadan aytib o'tsangiz, hozirga qadar shu ya'ni 5-iyul vaqasi tutqun qilingan va yoki chet ellarga qochib chiqqan bo'lsa-mu, baxti qarshi shu qaytirib ketilganlarning shu vaqalarga shohid bo'ldik. Shunday vaqalarning qaytalanmasligi uchun bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin va yoki Uyg'ur tashkilotlari bir xalqaro jamiyatda shunday bir shuning oldini olish harakatida bir funksiyalik bir narsa tuzib chiqa oladimi? Buni bir tartibga kirgiza oladimi? Shu haqda bir tanishtirish bergan bo'lsangiz. Ko'p rahmat. Albatta 5-iyul Urumchi qonliq qirg'inchiligining har xil sabablari va Xitoy hukumatining shu voqeadan keyin qonliq qirg'inchilikdan keyin bostirish harakatini keng ko'lamli xalqimiz qaratganligi uchun ko'p qarindoshlarimiz sirtga chiqib hayotini qutuldirib qolishga tirishdi. Chegaradan chiqishga muvaffaq bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Nurg'unlari chiqolmaganlarimi bor. Xitoyning ichki qismida sargardon bo'lib yoshirinib yurganlarmi bor. Endi bu qonliq qirg'inchilikdan keyin xalqaro jamoatning Uyg'ur masalasiga bo'lgan inkosi burungi vatanimizda yuz bergan har qanday voqeaga silishtirg'ili bo'lmagan darajada kuchli bo'ldi. Buni bir ilgirlash deb buni ko'rishimiz kerak. Burungi voqea qirg'inchiliklar bo'lgani masalan Barin va G'ulja hodisalaridek xalqaro jamiyatning unchalik kuchli inkosmi ko'rmagan. Xalqaro tashkilotlarning e'lon qilgan dokladlardan boshqa, lekin bu Urumchi qirg'inchiligidan keyin 17 dan ortiq davlat mayli u va mayli bu shaklda bayonot e'lon qildi. Amerika Kongressi, Davlat Majlisi bir qarornoma chiqardi va
Yevropa parlamenti mi kararname çıkardı. Demek ki bu halkara cemaatinin mi boşka köngül bilgenligini köstüdü. Ve şunun keyin hem de kaçıp çıkan kayrandaşlarımızdan bulup mu tragediya bilen ahırlaşkan ahırı şundaq değişiklikке toğru keldi. Kambodjadan kaytırılgan 20 kayrandaşımız ve yakında Erşidin İsrail kayrandaşımız. Kurultay, Dünya Yoğru Kurultay koludan kelgen bütün gayret bilen bu kayrandaşlarımızdan aldı bilen Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından kabul kılınışı gerek idi. Bu basqıçlarını püttədi. Ondan keyinki basqıç bir devletinin ulanı bizge kel dep mehman sübütede kabul kılış gerek idi. Bu basqıçlar Erşidin İsrail dostumuzdan ışık kelgende pütken idi. Lakin Xitay hükümeti kanununu tanımadı. Halkara kanununu tolgadı. Özünün Qıvatqanlarının hamısı özününki qanunlarına ve halkaralık kanunlarına xilap. Elbette xilap. Bunu da Xitay hükümetinin nima üçün şunçalik qabih qilmishlarga müracaat qilganligini o'ylashimiz to'g'ri keldi. Chunki 5 iyul qonliq qirg'inchiligining Xitay hükümeti ötküzgen cinayetini halkaraga texmi köp mushundaq şahitlar tarafından aşkara bo'lib qilishi Xitoyni texmi qiynab oldi qo'yib qo'ygani uchun bir Kambodjada 20 Uyg'urimiz uchun 1 milliard 200 milyon dollarlik to'xtamnoma tuzishga rozi bo'ldi. Ya'ni Qozog'istonga 50 milyon tonnalik uranium setib olamami, yana nurg'un bir shunda xalqaro to'xtamnomalar va ularni aldash, yolg'ondan paket yasab chiqish, o'zining inovatini o'zi bilan bir dastlab turib, chaylab turib, qonunlarini chaylab turib, mushu yo'llarga murojaat qildi. Ya'ni bu yerdagi asli narsa bir Erşidin İsrailni qaytarib olish emas. Bir şahit, bir qonliq qirg'inchilikni shohidini qaytarib ketish vakasi deb o'ylasak bo'ladi. Rahmat sizga Mehmet To'xta apandi, Nur Mehmet apandilar, sizlarning suhbatimizga ishtirok qilganinglarga shu butun televizor ko'ruvchilarimiz nomidan, stansiyamiz nomidan rahmat aytaman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, 5-iyul Urumchi voqeasining 2 yilligi munosabati bilan stansiyamizning 1 soatlik naq maydon suhbat programmasi mush yerda oxirlashadi. Ammo ko'ruvchilarimizning Washingtonda ya'ni Washingtonga joylashgan Xitoy bosh elchixonasi oldida Uyg'urlarning elib berayotgan namoyish naq maydon ahvolidan davomli xabardor bo'lib turish uchun Erkin Osiyo radiomizning televiziya ekrani namoyish oxirlashganga qadar sizlar uchun ochiq. Xayr xo'sh, ko'ngil qo'yib ko'rganinglarga rahmat. We have a lot of things in common. And we have been here in front of this building many times now. I know all of my Uyghur friends and the Tibetans and the Mongolians and many Chinese people who are fighting for freedom and democracy in their own country. We have been here year after year, month after month, and we know that in this building, in this terrifying building, there is those people, the representatives of the government that is today the biggest, the most ruthless criminal and terrorist in the world. The Chinese government is the biggest enemy of free speech. They are the biggest enemy of freedom of religion. They are the biggest enemy of human rights. And right now they are still here. But one day they won't be here. They must go! One day many of these people who are responsible for all these crimes against humanity, they will be tried in the Hague. The court fine. And we know, as well as you know, that today what the Chinese government is doing in Tibet and in East Turkestan, in Mongolia, they are abusing human rights on a daily basis. Hörmətli televizor kögüçülər, Xitay elçixanası aldıdan beri vatqan xəbərlərimizni davamlaşdırırıq. Hazır elçixana aldıdakı Uyğurlarning 5-iyul vaqəsinin 2 yillığını xatırlab elib beriyotgan namoyishi davom qilyapti. Növbət bilan kishilar so'zga chiqib so'zlayapti. Shundaqli bugungi namoyishga ko'zga chiliqadigan muhim nuqtalarning biri, bugungi namoyishda yosh qizlar nihoyat ko'p. Yenimda turgan bu ikki xonim qizmi bugungi namoyishga uzun yo'llarni besib olayotgan kelib qatnashayotgan namoyishchilardir. Yenimda turgani
Elnigar Eltabir Marlan Üniversitetininki hükümet siyasetleri boyunca doktorluk okuyatkan okuvchilarning biri. Biz bu münasebet bilen Elnigar Hanım'dan bazı so'allarimizni so'radik. Tuvanda Elnigar Hanım'a mikrofonimizni uzatamiz. Bugünkü namoyish to'g'risida o'zingizning bir ta'sirotini so'zlab bakkan bo'lsangiz, 5 iyul vakasiga 2 yil bo'ldi. Bugun nimalarni o'ylayapsiz bu yerda? Albatta. Assalomu Uyg'ur qarindoshlarimiz. Biz mushu Amerikaning poytaxti Washington DC'de Xitoy elchixonasining oldida hammamiz yig'ildik. Mushu issiq bir kunda Uyg'ur qarindoshlarimizni aslab yig'ilibdimiz. 2 yil avval mushu kunda Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zlarining eng oddiy insoniy huquqlarini talab qilib, so'roq qilib, Xitoyning endi bizni azma deb ko'chaga chiqib, shundoq tinchlik bilan qilgan namoyishni Xitoy hukumati shundoq qonliq bir bostirish bilan yo'q qildi. Nurg'unlagan, minglagan Uyg'ur qarindoshlarimiz shu kuni yo'qolib ketdi. 10 minglagan qarindoshlarimiz hozir mushtabda turmalarda yetiyotudu. Bunu o'ylasak bek qayg'urimiz. Biz mushada yetilayotgan yoshlar bununla bek qayg'urdik, lekin hergiz bu 5 yilni biz unutib qolmaymiz. Biz qat'iy niyat bilan har yili musha kelishni davomlashtiramiz va talabimiz shuki, xalqaro bir mustaqil bir guruhning Xitoy hukumatiga kirib, mushu voqeani aniqlab, tekshirib, chiqib oxirlashtirishni umid qilamiz. Buningda bir Xitoy hukumati bu qilgan qirg'inchilikning javobini berish kerak deb o'ylaymiz. Unda siz yani Xitoy hukumatining mushu 2 yildan buyon siyosetimizni o'zgartimiz, Uyg'urlarning iqtisodiy ahvolini yaxshilaymiz deb nurg'un va'dalarni bergan 5-iyul voqeasidan keyin sizningcha bu 2 yil jarayonida ularning qilgan ishlari sizga nisbatan qanday bir o'y fikr paydo qildi? Bu 2 yil jarayonida Xitoy hukumati hech bizga yaxshi bo'lgan hech bir ishni qilmadi. Eng oldida 2 yil avval bostirgan Uyg'ur qarindoshlarimizning hisobini bermadi. 2 yil avval o'tirib o'tgan shundoq yoshlarimizning, bechora ota-onalarining, shu bolalarining oqidan qilgan aziyatlarining javobini bermadi. Ikkinchidan bizga Urumchimi, shuning bilan butun Sharq Turkistonmi hech bir yaxshi bir yashaydigan ya zodi bo'lmagandi. Bu 2 yil jarayonida texmi bir zindon bo'lib ketdi. Xitoy qonunni bostirishga davom qildi. Hatto shu 7-oyning 5-ini bana qilib, butun Uyg'urlarni hozir o'ylab kirib bostirishga davom qilyapti. Ne iqtisodiy jihatdan, ne siyosiy jihatdan ya bir madaniyat jihatdan bizga hech bir yaxshi bo'lmadi. Hatto vaziyat texmi nacharlashib ketyapti. Ko'p rahmat sizga Elnigar Hanım. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Marlan Universitetining doktor o'quvchisi Elnigar Eltabir Hanım bilan so'zini angladinglar. Navbatda namoyish yana davomlashyapti. Kunning issiq bo'lishiga qaramay kun baragan sari isib ketib bordi. Namoyish yana bir mezgil davomlashishi mumkin. Enjoy the same international respect and momentum and support that the anti-apartheid movement did in the early 90s. And I think that's completely possible for the Tibetans and the Uyghurs to do. So let's work together. Let's very effective. Let's continue resisting China's rule in Turkestan and Tibet. Free is Turkestan! Free is Turkestan! Push for accountability and justice. Hopefully, this will open
some ways, and we will find some solution. And I want to close by saying, and the other human rights organizations are actually pleased, and we are proud to be with you. Thank you very much. Changed dramatically after the Ulja massacre. The Uyghur issue became gradually internationalized, but it was all due to Amnesty International and that report that played such an important role in internationalizing the Uyghur issue. And actually today, I think yesterday, Amnesty International also had a press release cracked on 2 years ago, and also basically indicating that for the past 2 years, the situation it has gotten worse in East Turkestan. So we cannot thank Kumar and the staff members of Amnesty enough for their excellent job in promoting the rights of the Uyghurs, Tibetans, and all oppressed people around the world. Let's give him an applause.